Hammaga salom. Hozir Instagramga kirib, menga xabar jo'natmoqchi bo'lganlar bo'limiga, ya'ni mana shu request bo'limiga kirib qarasam, anchadan beri juda ham ko'p tomoshabinlar ushbu Instagramdagi Elnur Maid taxallusosidagi vlogerga yoki shunga o'xshash xullas tushundingiz. Odamga javob berishimni yoki qandaydir bahslashishimni va hokazolarni so'rashyapti ekan. Kim edi bu Elnur Maid deb qarasam, o'zimizni eski tanish Don Kixot ekan. Ya'ni ateistni bloklab olib, ateistni orqasidan u haqida salbiy ma'lumotlarni targ'ib qiluvchi odamimiz. To'g'risini aytsam, bilmadim nimaga endi men unga qandaydir atvet qilishim kerak yoki uni bahsga chaqirishim kerak, chunki bitta ikkita videolari bilan tanishib chiqdim. Qandaydir noxolis ateizmga qarshi keskin da'volar qilgani yo'q. Shu o'zini fikrini bildiryapti ekan. Lekin bitta ikkita tomoshabinlar ta'kidlashicha, u mana neyrobiolog ekan va mana neyrobiolog sifatida u Alloh bor deyapti. Nimaga mana uni chaqirmaysiz bahsga? Shunchalik uning neyrobiologligi sizga qiziq ekan, men ham neyrobiolog keltirib berishim mumkin. Misol uchun, endi uning darajasini bilmadim-u, lekin dunyo tanigan, dunyo miqyosidagi mashhur neyrobiologlardan keltirishim mumkin. Misol uchun Sam Harris, menimcha barcha tanisa kerak kimligini. Juda ham mashhur neyrobiolog, neuroscientist. Yoki yana bittasi Robert Sapolsky. Shunchalik mashhurki, u hatto Stanford universitetida dars beradi. Tasavvur qilavering endi darajasini. Va ular uchiga chiqqan ateist kuladi mana shu Alloh konsepsiyasining ustidan. Mana sizga shu qiziqmidi neyrobiolog fikri din haqida? Mana men keltirdim ikkita. Endi agar bu Elnur Maid degani ulardan ham yuqori mansabga ega bo'lgan neyrobiolog desangiz, unda mana qiziqarli. Bu holda men u bola bilan suhbatlashishim imkonsiz bo'ladi, chunki men yeb qo'yaman, chunki men neyrobiologiyadan qandaydir PhD darajasiga ega emasman. To'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Lekin to'g'risini aytsam, shubha qilaman bu bola qandaydir neyrobiologligiga. Menimcha shunchaki o'zicha neyrobiolog, chunki bitta ikkita videolarga qaraganimda to'g'risini aytsam shu 3 daqiqalik videoda ham bitta fikrini to'liq keltira olmaydi. Bir 20-30 ta nareskalar bilan qilyapti ekan. Ya'ni bitta fikrini shunchaki jamlay olmaydi. Bu bola PhD darajasiga ega ekanligiga shubham bor. Lekin yana bilmadim. Shuning uchun tuhmat qilmayman. Xullas shu, yana bir bor qaytarib o'taman. Bu bola men uchun qiziq emas, chunki ateizmga qarshi qandaydir keskin va noxolis iddaolar qilmayapti, shunchaki o'zining fikrini bildiryapti va tushunishimcha uning fikri birovga qiziq emas. Va ikkinchisi, shunchalik neyrobiolog sifatida dinni targ'ibot qilyapti ekanmi, boshqa neyrobiologlar bor, tushunishimcha undan ham mashhurroq va nufuzliroq.